Uyda go'sht qolmaganida osongina shu taomni tayyorlayman. Qavat-qavat, juda ham mazali, to'yimli turkcha börek. Demak, xamir uchun 250 ml suv, 1 choy qoshiq tuz, 2 osh qoshiq o'simlik yog'i va elekdan oliy navli turon unini o'tkazib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Umumiy hisobda shu xamir uchun menda 420 gram un yetarli bo'ldi. Tayyor bo'lgan xamirni 8 ta bir xil zuvaligi bo'lib, mana shunaqa yapaloqli yasab olamiz. Xamirim qavat-qavat va mazali bo'lishi uchun men doimgidek kallik sariyog'dan foydalanaman. Eritilgan 100 gram kallik sariyog'iga 30 gram zaytun yoki pista yog'ini qo'shib aralashtirib olamiz. Ushbu sariyog'da endi xamirlarimizni birma-bir bo'ktirib, ustini yopgan holda 15 daqiqa tindirishimiz kerak. Bu orada bo'raklar uchun nachinka tayyorlab turishimiz mumkin. Buning uchun 2 dona piyozni ozgina yog'da qovurib, 3-4 dona o'rtacha kattalikdagi kartoshkalarni esa suvda pishirib olamiz. Pishgan suvsiz kartoshkalarga qovurilgan piyoz, tabga ko'ra murch, 1 osh qoshiq shirin paprika va tabga ko'ra tuz qo'shib, pyure holatiga keltiramiz. Shu bilan nachinka tayyor. Sariyog'ga bo'ktirilgan xamirlarimizni bittadan qo'lda ochib chiqamiz. Xamirni o'rtadan boshlab chetga sekin tortib yoysanglar, yirtilmasdan osongina katta ochiladi. Iloji boricha stol ko'rinadigan darajada yupqa ochishga harakat qilishingiz kerak. Yoyilgan xamir ustiga nomiga sariyog' surib, bir chetini ozgina buklab olamiz. Ushbu joyga 2-3 osh qoshiq nachinkani taqsimlab chiqishimiz kerak bo'ladi. So'ng bo'raklarimizni xuddi ko'rsatganimdek yurakcha ko'rinishda tugib olamiz. Ustiga tuxum surib, xohishga ko'ra kunjut va sedana sepamiz. Bo'raklarimiz oldindan 200 darajada qizib turgan duxovkada ustilari qizargunicha taxminan 35 daqiqa atrofida pishiriladi. Bo'raklarimizning kumur xamirlari hamda juda mazali nachinkasi aniq bilaman hammani ishtahasini ochadi. Sizlar ham albatta ushbu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ringlar, barchalarga tavsiya qilaman. Videoni yaqinlaringiz bilan ulashing hamda unga like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha xayr.